Minecraft shunchaki o'yin emas edi. U xotiralar yig'iladigan joy, ijod va his-tuyg'ular jimgina qo'shilib ketadigan makon. Ko'pchilik uchun bu o'z qo'llari bilan birinchi marta qurgan dunyosi edi. O'sha to'rtburchak tog'lar, yog'och uylar, ishlamay qolgan redstone qurilmalar, ular shunchaki o'yin emas edi. Ular bolalik xotiralari, erkinlik belgisi, o'sha paytdagi o'zimiz edi. Yolg'iz o'ynasak ham, do'stlar bilan o'ynasak ham, Minecraft bizga kam uchraydigan narsa berdi. Hech kim hukm chiqarmaydigan, o'zimiz bo'la oladigan joy. Unga sujet umuman kerak emas edi. Sujetni biz o'zimiz yozdik va shunday qilib har bir blokda o'zimizdan bir parcha qoldirdik. Minecraftning ta'sirini so'z bilan tushuntirish qiyin, chunki u xotiralarimizning eng chuqur joylarida yashaydi. Minecraftni ovozlari, g'orlar yoritgan mash'ala, okean uzra botayotgan quyosh. Ha, bu o'yin, lekin ayni paytda vaqt mashinasi. U bizni o'ynagan davrimizga qaytaradi. Ba'zan kim bo'lishni xohlagan davrimizga. Shu narsa uni shu qadar uzoq umr ko'rishiga sabab. Yillar o'tib eski dunyoni ochsangiz, ichingizda bir narsa jiz etadi. Musiqa, manzara, Minecraft shuni eslatadi. Qancha ulg'aysak ham, ichimizda hali nimadir chiroyli uy qurib, uni uy deb atashni xohlaydi.